Mirzo Ulug'bek haqida 10 ta fakt. Mirzo Ulug'bek 1394-yilning 22-mart kuni tavallud topgan. Asl ismi Muhammad Tarag'ay bo'lib, Ulug'bek unga bobosi tomonidan berilgan taxallusdir. Xotirasi kuchli, zehni o'tkir bo'lgan Muhammad Tarag'ay arab, fors, mo'g'ul, xitoy tillarini mukammal o'rganadi. 15 yoshli Ulug'bek bobosi Amir Temurning Samarqanddagi taxtiga o'tirgan. Samarqand ramziga aylangan Registon ansamblining ilk inshooti aynan Mirzo Ulug'bek davrida barpo ettirilgan. Buxoroda qurdirgan madrasasining eshik tabaqalariga arab tilida bilim olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir degan xitobnomani o'yib yozdirgan. Mirzo Ulug'bek 1424-1429-yillarda rasadxona barpo ettirgan. 1445-yilda yozilgan Ziji Jadidi Ko'ragoni asari allomani dunyoga mashhur qilgan. Ushbu asarda 1018 ta yulduzning koinotdagi o'rni ko'rsatilgan bo'lib, bu katalog asrlar davomida dengizchilar uchun geografik koordinatalarni aniqlashda eng ishonchli manba bo'lib kelgan. Mirzo Ulug'bekning yil hisobini zamonaviy hisob kitoblarga solishtirgudek bo'lsak, u bor yo'g'i 1 daqiqa-yu 2 soniyaga farq qiladi. Mirzo Ulug'bek 1449-yil 27-oktyabrda vafot etgan.